Sirdaryo tumanining Fayzli va Obod Furqat mahallasida 620 ta xonadon mavjud bo'lib, 1100 ta oilada jami 3611 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Ushbu mahalla aholisi o'z tomorqasidan samarali foydalanib, mo'may daromad topish bilan birga yurtimiz bozorlariga sarxil qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ham yetkazib berib kelmoqda. Jami 3160 gektar tomorqa maydoni bor va 3160 gektar tomorqa maydonidan jami 92 gektarni issiqxona tashkil qiladi. Ushbu 92 gektar issiqxonadan 3100 ta fuqaro foydalanadi. Hozirgi kunda Sirdaryo tumanida 38 ta mahalladan 7 tasi issiqxonachilikka moslashgan bo'lib, ushbu issiqxonalarda asosan mavsum misol birinchi mavsumda bulg'or qalampiri bo'lsa, ikkinchi mavsumda pomidor bodring va uchinchi mavsumda zelin ko'chatlari ekiladi. Ushbu 38 ta mahalladan 2 ta mahallada asosan Quyosh va Elobod mahallalari ko'chatchilikka moslashgan. Qolgan 38 ta mahallaga ushbu mahallalardan ko'chat yetishtirib beriladi. Mana hozirgi turgan mahallamiz Furqat mahallasi 2025-yil boshida Obod qishloq dasturiga tushgan bo'lib, 101 ta xonadonni hozirgi kunda 62 tasi boshlandi, issiqxona qurilish ishlari boshlandi. Ushbu issiqxonalar eksportbop mahsulotlar ekilyapti. Respublika seminarida ushbu issiqxonalardan qanday foydalanish, tomorqa yerlaridan unumli foydalanib, boyagi mahallalarda ishsizlar sonini kamaytirish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Hozirgi kunda biz o'zi oldimizga reja qilib olganmiz. Har bitta mahallalarimizda xuddi o'shanday seminarlar tashkil qilinib, issiqxonadan umuman xabari bo'lmagan aholini olib borib o'sha Quyosh, mana hozirgi Furqat mahallalariga olib kelib, issiqxona qanday tashkillashtirilishi bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boryapmiz va ularda qiziqish uyg'onib, mahallani hokim yordamchisi orqali boyagi mablag' bo'lmasa, o'z mablag'i bo'lmasa, kredit orqali, agar mablag' bo'lsa, o'z mablag'idan shu issiqxonalar hozirda qurish ishlari boshlangan. Mahalladagi Mursal Nuriddinov 40 sotix maydonda issiqxona tashkil etib, ushbu issiqxonada ko'p yillardan beri bulg'or qalampiri va pomidor yetishtirmoqda. Dehqonchilikni hadisini olgan Mursal Nuriddinov bu yil issiqxonadan 400 million so'm daromad olishni rejalashtirgan. Esimizni tanibmizku, shu tomorqadan daromad olishni yo'lga qo'yganmiz. Tomorqa 2 sotiqdan boshlanib 45 sotiqqa yetdi. Mana parava ataplinalar bilan ertaroq ekishga harakat qildik. Shu daraja ishlarimizni ko'rib, mahalla hokim yordamchimiz mahallamizga agronom deb biriktirib qo'ydi. Ishlarimiz shu daraja yaxshi ekanki, bizni qilayotgan ishlarimiz namuna o'rnak hisobida. Bog'ora qishlog'imizga ham 60 ga yaqin issiqxona qurdik. O'sha yerda ham bosh-qosh bo'lib ekish jarayoniga keldik. Iqlim isishini kutyapmiz. Yillik daromadimiz xudo xolasa 300 million kutmoqdamiz 40 sotiq issiqxonadan. Yarimiga pomidor, yarimiga bulg'or bolgarskisi ekdik. Aprelda oxiriga pishish kutmoqda. Eksport qilamiz xudo xolasa. Pishgan hosillarni Qozog'iston chegaramiz yaqin. O'zlari xaridorlar kelib, hammasini shu yerdan o'zlari olib chiqib ketishadi. Yillik daromadimiz 300 millionga yaqin. 2 mavsum ekkandik. Ekish jarayonlari, yerlarni tayyorlash jarayonlari hammasini o'zim borib bosh-qosh bo'lib ishlarni olib boryapmiz. Mahallaning yana bir mehnatsevar fuqarosi Umid Faytullayev ham 24 sotiqli issiqxonasida barakali hosil yetishtirib, 300 million so'mdan ortiq daromad olishni mo'ljallagan. Bizning Furqat mahallamizda bugungi kunda azaldan shug'ullanadigan issiqxonachilar bor, xonadonlar bor. Xususan Faytullayev Umid degan xonadonni hozir mana issiqxonasida turibmiz. 24 sotiq issiqxona. Eksport bor bulg'or qalampir ekilgan. Yangi tashkil qilingan issiqxonalarimizni xonadon egalarini bu yoqqa olib kelib, tajriba almashib, mana isitish tizimi qilingan fuqarolarga o'rgatib, xuddi shunday hosil olishga ularda qiziqish uyg'otyapmiz. Umid degan xonadoni ham yiliga 350 million daromad olmoqda. 24 sotiqdan. Oydinlik ko'chamizdagi fuqarolarni bu yoqqa olib kelib, shu narsalarni o'rgatsak, ular ham shunaqangi daromadga kiradi kelgusida. Aholini turmush darajasini yaxshilab, o'sha tomorqadan samarali foydalanib, kambag'allikdan farovonlikka chiqarish bizning maqsadimiz. Mehnat va hayot tajribasi bilan yosh avlodga o'rnak bo'layotgan nafaqadagi Quvondiq Muhammadiyevga hokim yordamchisi tomonidan 33 million so'm imtiyozli kredit ajratildi. Bugungi kunda u ushbu imkoniyatdan samarali foydalangan holda o'z oilasining farovonligini ta'minlashga intilmoqda. 63 yoshdaman. Shularni o'g'illarga o'rgatib qarashib turibman. Qancha daromad qilishni ko'zlayapsiz? Daromadni endi xudo xolasa 50 millionmi harakat qilamiz-da.
daromad qilishga. 6 sotiga issiqxona qilib qurib berdilar. Hokim yordamchisi yordam qilyapti. Quyosh mahallasiga borib, ko'rib, o'rganib keldik. Ko'chat egishlari ham hammasi ma'qul tushdi. Bu yil yordam qilib, shularni o'rgatdi, olib borib ko'rsatdi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Hozir endi daromad qilish uchun teplitsalarni o'rgatib qurilyapti. Zarif Tovasharov 10 sotiq issiqxonasidan foydalangan holda barakali hosil olayotgan bo'lsa, uning chet eldan qaytgan o'g'li unga yana 6 sotiqli yangi issiqxona qurib berdi. Hozirda ekin ekish uchun tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Jam uchastkam o'zi 20 sotik. Shuning 10 sotik oldin teplitsa edi. Mana endi xudo xolasa yana 6 sotik, mana o'g'lim migrant Rossiyada yurar edi. Hokim yordamchisining maslahati bilan o'g'lingizni olib keling. Mana yeringiz katta ekan, teplitsa quring dedi. Mana shu kelib ishlasin dedi. O'shaning maslahati bilan yana 6 sotik qo'shdim. 16 sotik teplitsada ishlaymiz. Shu oilamiz bilan 6 sotik teplitsamizga kredit chiqarib berdi. O'shani qurdik. Daromadi mana shu 10 sotik joydan bultur birinchi ekindan 45 million daromad qildim. Ikkinchi ekindan 30 million daromad qildik. Birinchi ekinimiz bodring bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ekinimizga xudo xolasa zelen ekish niyatimiz bor. Mana shu mahallada birinchilardan bo'lib men teplitsa qurganman. Albatta hozir mahalladan bir 60%, 65% teplitsa qurdi. Endi ular endi qurdimi? Ular endi albatta kuniga kelib mendan maslahat so'raydi. Aslar bilan shug'ullanayotganimga ham bir 10 yillar bo'lib qoldi. Yiliga 35 ta oilam bor, yiliga 400 kilo asal olaman. Umuman olganda, mana shu oilamiz bilan yillik daromadimiz shu 100-120 millionga boradi. O'simliklar karantini va himoyasi Sirdaryo tumani bo'limi davlat inspektorlari karantin xizmati dehqonga ko'makchi tamoyili doirasida aholi tomorqalarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi ekinlarini turli kasallik va zararkunandalardan himoya qilish maqsadida tomorqa yer egalariga o'z maslahat va tavsiyalarini berib kelmoqda. Mahallalarimizda pomidor ekish boshlandi, bodring ekish boshlandi, bulg'or qalampir ekyapti. Ularga keyin agrotexnik tadbirlari, zararkunandalarga qarshi kurash chora-tadbirlarini ko'rsatib kelyapmiz. Qanday mineral o'g'it ishlatish, qanday sepish, qancha grammdan kerakli tavsiyalarni berib boryapmiz. Mana misol uchun hozirgi xonadonimizda bodring mahsuloti ekkan ekan, o'zimizda kerakli tavsiyalarni qanday ekilish, qanday yo'riqlarni ko'rsatdik. Bundan tashqari har bir tomorqada bir hudud bir mahsulot qilib eksportbop mevali yo sabzavot ekinlari yo poliz ekinlarini yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bularga ham kerakli maslahatlarimizni berib borilyapti. Ko'p yillar chet elda ishlab mahallasiga qaytgan Rahimjon Yusupovga hokim yordamchisi tavsiyasi bilan 12 sotiq yer ajratilib, issiqxona qurib berildi. Ayni kunda Rahimjon Yusupov oila va farzandlari bilan birga issiqxonada halol mehnat qilib mo'may daromad topmoqda. Biz mana bir necha yildan beri Rossiya davlatiga borib oilaviy ishlab yurardik. Mana endi hozir mana hokim yordamchisi mana shu issiqxona qurishni taklif qildi. Oldin chorva bilan shug'ullanganmiz. Endi Rossiyada ko'proq vaqtimiz o'tgan. Men endi xulosa Rossiyaga borish niyat yo'q. Mana shu yerni obod qilib, elimizga, yurtimizga dasturxonga shu yetkazib beramiz. Bulg'or qalampiri ekishni niyat qilyapmiz. Bulg'or qalampiri men qo'shni Sindarobodga borib ko'rib keldik. 1 yilda 3 martagacha daromad olyapti ekan. Xudo xolasa biz ham shu niyat shu. Agronomlar ajratilgan, shular kelib yo'lni ko'rsatadi. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bir haftada ekish niyatimiz bor. Mana shu hokim yordamchilariga mana Saddam Muhammadga rahmat uchun chaqirib taklif qildi, mana issiqxona qilishdi, mana qildik. Imkoniyatlar keng ekan, mana imtiyozda kredit chiqazib, xudo xolasa harakat qilamiz. O'zimiz oilaviy harakat qilamiz, xudo xolasa. Ra'no Riskelliyeva ham Rahimjon Yusupov kabi uzoq yillar o'zga yurtlarda mehnat qilib, o'z yurtiga qaytgach, unga 14 sotiq issiqxona qurish uchun imtiyozli kredit ajratildi. Ayni kunda bu ayol tashkil etilgan issiqxonada el dasturxoni uchun turli mahsulotlar yetishtirib kelish bilan birga mo'may daromad ham topmoqda. Biz oilaviy chet elda yurardik, er-xotin. Hokim yordamchisi kelib, har bir xonadonga kirib, fuqarolar bilan ishlab, bizga ham keldilar. Teplitsamiz bor edi, lekin mablag'imiz yo'qligi sababli ishga tushira olmayotgandik. Kelib, bizga nima yordam kerak deb, teplitsamiz ishga tushirishga yordam berdilar. İşte boshladik, endi yangi dehqonmiz, endi xudo xohlasa yaxshi daromad
kutyapmiz. Mana birinchisiga hozir bolgarskiy ekdik. Shu agronomimiz maslahati bilan shu sortni ekdik. Prezidentimizga rahmat, shunchalik fuqarolarga shunchalik imtiyozlar berib, bizlarni yoshlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Chetga borishda ham hojati yo'q, o'sha pulni shu yerda topyapti insonlarda. Mana bola chaqasini yonida, farzandlari yonida, mana o'zim shaxsan chetda yurgan odam sifatida aytaman. Shu yerda ham shu pulni topsa bo'lar ekan. Uyimizda o'zimiz shunchalik daromad ishlayapmiz-da chetga bormasdan. Xudo xohlasa, bitta sezondan 50-60 million daromad qilish niyatidamiz, xudo xohlasa. Umuman olganda, Furqat mahallasida bir qarich yer borki, aholi undan samarali foydalanib rizq undirmoqda. Asadbek Diyorov ham 10 million so'm imtiyozli kredit evaziga 4 sotix maydonda issiqxona tashkil qilib, oila a'zolari bilan birga ushbu issiqxonada yil 12 oy mehnat qilib mo'may daromad topmoqda. Bizda Furqat mahallasida jami 622 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, shundan 101tasi Bog'ora qishlog'imizda joylashgan bo'lib, ularni qishloq xo'jaligiga moslashgan, chorvachilikka moslashgan, tomorqalari ham keng shu 20-30 sotix tomorqalari bor. Yerlari ham unumdor bo'lganligi uchun issiqxonaga moslashtirishga erishdik. O'shani hozir bugungi kunda 101 dan 62 ta xonadonda issiqxonalar qurilib, ular foydalanishga topshirildi. Hozir ko'chatlar ham ekilishi boshlandi. Xonadonlarda ham 101 dan qolganlarda ham jarayonlar ketyapti. To'liq issiqxona kompleksi qilib ishga tushirmoqchimiz. Odamlarni tushunchalar berib, mana agronomimizga rahmat. Karantin inspeksiyasidan odamlar kelib, mana misol uchun xodimlari kelib o'rgatyapti. O'sha zararkunanlarga qarshi qanday kurashish, qanaqa dorilar sepish kerak, hammasini tizim yaxshi yo'lga qo'yilgan. Kim kelsa ham mana bemalol Bog'ora qishlog'iga olib boraman, ko'rsata olaman, bemalol shu qilgan ishlarimizni. Ularda qanday bu narsaga erishdik? Odamlarni Quyosh mahallasiga olib borib, u yoqda Quyosh mahallasi seminar tashkil qildik. Shu odamlar ko'rsin, mana ko'r, qilayotgan ishlarni ko'rib, bitta o'sha tomorqadan necha marta hosil olyapti, daromadi qancha bo'lyapti. O'shalarda hammasini tushuncha berib, olib borib ko'rsatganimizdan keyin odamlarda uyg'onish paydo bo'ldi. Mana issiqxonalar hozir qurilishi boshlandi. Mana 62 ta issiqxona qurilgan bo'lsa, kelgusida 101 ta xonadonda barchasiga issiqxona qurilib, shu ishsizlikdan xoli hudud qildik. Mana 62 tasini ham bizda 26 ta ishsiz bor edi-da o'zi. 26 ta ishsizni barchasini ish bilan ta'minlab, mana issiqxonalarni qurib berdik. To'liq ayta olaman, ishsizlikdan xoli hudud qildik. 26 ta ishsizni ish bilan ta'minlagan bo'lsak, ulardan tashqari migratsiyada yurgan 6 nafar fuqaromizni migratsiyadan qaytarib, ularni ham chet davlatdan qaytarib olib kelib, mana o'zimizda bo'layotgan islohotlarni, o'zimizda bo'layotgan mana shunday imkoniyatlardan to'g'ri tushuncha berib, ularga to'g'ri samarali mana foydalaninglar deb, ularga shu narsani tushuntirganimizdan keyin, ular ko'rgandan keyin, imkoniyatlarni ko'rgandan keyin chet davlatga ketgisi ham kelmay qoldi. Bor ekanki bizda shunaqa imkoniyatlar deb. 6 nafar fuqaro hozirgi kunda o'zini tomorqasidan samarali foydalanib, daromad olishga harakat qilyapti. Bog'ora qishlog'imizda 2,5 million 3 million bo'ladigan bo'lsa, yil oylik daromadi. Hozirgi mana shu ekilgan issiqxonadan kutilayotgan daromad birinchi hosildan 20 million 30 million boshlanishiga kelgusida endi bir yilda hosil oladigan daromad 140 million 150 millionga kutilmoqda shunaqa daromadlar. 5 sotix issiqxonadan 100 million daromadga, 120 million daromadga chiqamiz. U chet davlatda ishlash ham shart emas odamlar. Bozor masalasi bularda hozirgi ekilayotgan mana bolgarskilarimiz o'zimizda ichki bozor, tashqi bozorga ham chiqarsak bo'ladi. O'zimiz Gypsy degan navi bu o'zimizda o'sha ichki bozorga ham, tashqi mana Qozog'iston, Rossiya davlatlariga ham eksport qilsak bo'ladi. Mana qo'shnimiz Ferrari navidan ekkan. Bulg'or qalampirni Ferrari navidan ekkan, bu Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga eksport qilinadi. Agronomimiz ham o'zi shu sohada 25 yildan beri ishlab kelgan mana Mursal degan yigitimiz bor. U o'sha ular bilan chet davlat bilan eksport qilish masalalarini ham kelishib oldik. Mana o'zlari ham hozir aytadilar, u shunchaki gap og'izda bo'lmayapti bu narsa. Haqiqatdan ham bu tizim yo'lga qo'yilgan bu narsa. Tizim ish ketyapti. Aniq chora-tadbirlar belgilab olingan. Xulosa o'rnida aytganda, bugungi kunda viloyatimizda Sirdaryo tumanining Furqat mahallasi kabi fayzli mahallalar ko'p topiladi. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonlarida tomorqadan tashqari asalarichilik, baliqchilik bilan shug'ullanib kelayotgan xonadon egalari to'g'risida so'z yuritamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.